Har tong nega o'zimni charchagan his qilaman? Menga tabiiy yog' yetishmayapti. Shu sabab diqqat va xotira pasaydi. So'nggi paytlar tez charchayapman. Foydali yog' yetishmayapti. Tomirlarim qattiqlashib, qon aylanishi sekinlashdi. Foydali yog' yetishmagani uchun vitaminlar singmayapti. Qirsillayapman. Kuchim avvalgidek emas. Ovqatni parchalay olmayapman. Hazm qilishim qiyinlashdi. Menga ham foydali yog' yetishmayapti. Hey, men keldim. Tanangga tabiiy quvvat olib kelgani keldim. Men dori emasman, men to'g'ri ovqatlanishning ajralmas qismiman. Oho, xotiram mustahkamlanib, diqqatim joyiga kelyapti. Zo'r, qon aylanishim yaxshilandi. Urishim barqarordi, endi kuch bor. Endi yengillashdim. Ovqatni bemalol hazm qilyapman. Foydali yog' bo'lsa, hazm ham oson bo'ladi. Zo'r! Vitaminlar singyapti, mustahkam bo'lib qoldim. Qirsillash yo'q, harakatga tayyorman. Biz tanaga shunchaki ta'm emas, tabiiy muvozanat va quvvat olib kelamiz. Aklu 100% tabiiy sariyog', sog'lom ovqatlanishning ajralmas qismi. Sog'lom tana har tong to'g'ri ovqatlanishdan boshlanadi. Aklu bilan bu oson.